Yandex Taksi'da birinchi marta ishlash uchun qanaqa dokumentlar kerak bo'ladi? Videoni albatta saqlanib qilib oling, yo'qotib qo'ymaslik uchun. Birinchi bo'lib sizga gosusluga kerak bo'ladi. Buni olish uchun esa siz pensioner fondga borib, singiz olasiz, налоговыйga borib, INN olasiz. Ikkalasini olib, gosuslugaga kelsangiz, sizga gosuslugada akkauntni aktivate qilib beradilar. Ikkinchi bo'lib sizga Kesart akkaunt kerak bo'ladi. Kesart akkauntni ochish uchun siz xohlasangiz o'zingiz ochsangiz bo'ladi, xohlasangiz taksoparkka murojaat qilsangiz bo'ladi. Aktivirovanный gosuslugangiz bilan borsangiz, sizga Kesart akkaunt ochishga yordam berishadi. Kesart akkaunt ochilgandan keyin esa deyarli yarim yo'l bosib o'tildi. Endi sizga arendaga mashina kerak bo'ladi. Mashinani olganingizdan keyin taksoparkka podключать qilib, birinchi zakazingizni olsangiz bo'ladi. Ha, aytgancha Kesart akkaunt ochganingizdan keyin albatta shaharni bilishingiz bo'yicha attestatsiya o'tiladi. Bunga sizga 2 marta o'tishda imkoniyat beriladi, zaochniy, onlayn. Agar 2 marta ham o'ta olmasangiz, ochniy o'sha borib turib o'tishingizga to'g'ri keladi. Borib turib o'tishingiz esa qiyinroq va qimmatroq bo'ladi. Agar sizga attestatsiya o'tish, Kesart ochish, taksoparkka ulanish, трудовой договор bilan -20 ni qaytarish kerak bo'lsa, pastdagi nomerlarga yozsangiz, biz sizlarga yordam beramiz.